Yana ko'rishga kelsa ko'rsataveramiz. Akalar, ko'p odam so'rabdi, mana. Buni ommaga olib chiqishimiz sababi ko'p odam svarka qilib, qanaqadir nimadirlar bolga qo'yib tashyapti. Bolga qo'yishdan shart emas. Oddiy aytyapman sizlarga. Ko'p ustalarimizga videoni jo'natib qo'ysanglar, manfaatliroq bo'ladi. Chunki o'zimning tajribamdan chiqib kelib sizlarga ko'rsatyapman. Mana oddiy 6000 lik pachimlikni aboymasini olasizlar o'rtasidagi. Mana. Olasizlar. Ras qo'yasizlar. Videoga katta ketyapti. Faqat mana hech narsa sizlardan ketmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Buni ikkita chakkasidan prekovatga qo'yasizlar svarkadan. Umri uzoq ham bo'ladi. Chidamlilik kuchli bo'ladi. Ko'p odam savol beribdi, ko'p odam direkt yozibdi, mayli akalar negativ ham bo'libdi. Yo'q akalar, mayli negativ ham. Yangi bozordan sotib olsanglar, yangini ishlatib bo'lmaydi aka. Yangi salondan kelgan mashinalarni ham eshigiga lufti bor. Chunki uni ichiga mana bunaqangi oddiy marlicha mana ko'rsatib beray. Mana. Oddiy marlicha. Mana o'sha menga luft bor mana. Diqqatlayot mana o'zi qaranglar, ichi ochilib qoldi. Akalarim mana tayyor bo'lgan holati. Ikkita chetidan svarka qildinglar, prekovatga qildinglar. U tayyor bo'lgan holati. Mana qotdi, plotni, hech joyda tokirning ishi ham yo'q. Sizlarga manfaatliroq, tez ham. Videoni yaqin o'rtoqlar ustaga jo'natib qo'yinglar.